23 haftalik homila. Bosh miyasi. Bosh miyada yon qorinchasi. Yon qorinchasi razmeri 7 mm ekan. Norma. 10 gacha norma bo'ladi. Nima deb aytdi desam, boshqa o'ziga tushgan. Bir yoq miyasi kengayish bor deb. Kengayish emas, norma bu. Kengayish deb aytilmaydi. Bolasini tekshirildi, hamma joyi normalniy. Bosh miya, yurak, ko'z, yuz, og'iz, burun hamma joyi yaxshi ekan. Doppler ham ishladik. O'g'ilcha bu oyoqlarimni, oyog'ini cho'zib yotibdi. Yuragi, qo'lchalari. Mana esnadi. Esnab turibdi. Ana yumdi og'zini. Bolasi esnab yotibdi. Suvlari tiniq, hamma joyi yaxshi. Doppler ishladik. Dopplerda miya o'rta arteriyasida qon aylanishi norma. Pupochniy kindik arteriyasi norma. O'ng va chap bachadonlari norma. Bizlarda Doppler ishlanadi. Kelaverasizlar. Doppler skrining qilamiz.